Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu kaderlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğraqdan İstanbul'dan, yani Zeytun burundaki uyemden sizlarga Allah'ninki cennet salamı bolgan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte tedbiriyay sinderisleri iman insanның bəxti. İman insanның bəxit saadeti degan bu sin dersimizning 4-cüsünü sizlar bilan birlikte ortaklaşıman canım qarindoshlarım. Bunun aldıda 3 ders qildik. Bu birinci bab, yani imanның tarixi degan ders davam qildim. Ben bu derslerini üzemning içidin özüm özleştirip qilgan bolsam texima yaxshi bo'lardi. Ammo kitap esa türkçe yazılgan. Bunu bizniki Batur Qarxallı qarindishimiz özünün qan terini, vaqtini, qimmatli vaqtini sarf qilib tercüme qilib chiqqan bir kitap. Şunlaşqa bu iman, yani iman to'g'riliq xalqlarninki bir-birini imani tüpeylidin birbirini hüküm üstüdün hüküm piçip ondaqçı bundaqçı dep her xil pirqilarga bölüp oturda pitre elqi pitne yakumысы başqa çıkışanmaslık ahvalları bek köp kürüldü hem de üçün. Şunlaşqa imanның tarixi, iman zadi nime, iman insanның bəxti. Biz bu iman etqanlıq bilen biz bəxt saadetlik bulamdıq, bulmamdıq. Anda olsa bizge bəxt saadet keltirdiğen bu iman zadi nimiken? Bu ne? Bizninki bu Mustafa İslam oğlu ustazımız 1993 yılı yazgan bir kitaptın, yani kulağımdaki bu İman degan bunu kitaptın sizlarga birlikte ders, yani birlikte ügünüş, yani ders desem ben bir o'qituvchi yoki başka bir narsa emas. Meningki o'zimga tushliq Allohninki bergan bir ovozim borken, biraz bir iqtidorim borken, yine internet borken uyimda, qo'limda mini iPad borken, mikrofonda meni aldım, texmi yaxshi bo'lsin bu dersde. Mühinde qilib sizlar bilan buni o'rtoqlashish uchun planlangan bir ders qadarli qarindoshlar. Onun aldıda biz en beşida Kur'an sürülerinin kimliki degan kitaptan başlagan tok. Onun dinkin qaysi kitapni qildik? Pasif yaxshidan aktiv yaxshiga degan kitapni qildik. Onun dinkin yana yürek dövleti deganni qildik. Onun dinkin nimitdi? Qo'limdagi bu İslam nime? Siz Kur'an'dan bu sualni so'rab baqdingiz. Bu İslam nime? Degan bu kitapni qildik. Buningdan 2000 tane bastırdik qarindoshlar. Onundan burun bu kitapni nashr qildik. Gulenjin Shijao Sha Shimishi Yisilen degan. Bu kitapni taqdivatimiz qarindoshlar. İmamlar ve sultanlardan qisqa derslerini qilib davamlaştırırız degan. İnşallah bu mu davamlaşıdı. Hatta Yürek Fethi, yani Yürek Devleti degan kitapni dostum Batur Qarxallı tercüme qilgan. Men bu Yürek Fethini tercüme qilib 42 yaş keldik. Zakatim bo'lsin, Allah subhanahu taala bunu bir qabul qilsin, xalqimga mushu kitapni tercüme qilib sunay. Yani yüreklerimiz qandaq fetih bo'ladi ekan deb bu mu planımda bor qadarli qarindoshlar. Lekin bu yil asosliqi burun tercüme qilingan kitaplarni birlikte o'rtaqlashish, nashr qilish, taqitish bir yil bo'ldi bu yil. Shunlashqa bu nimimi inşallah emelge aşkısı canım qarindoshlar. Ana olsa bugün bu tedbiriyay sinderisleri iman insanның bəxti sinderisiimizdinki 4-cüsü de
Zaten nimini ügünümüz degan vaqtimizda bunun da ügündiğen mezmun muhim meseleler miyege bu mezmununu yazıp koyay kadarlı kıyırındaşlar. Yani muhim meseleler degan yerden başlayımız. Bu ders benim şunda şekilde buludu, burumu şunda bulavatqan. İnşallah şunda şekilde davamlaştırsak teximi yaxşı boğudek. Muhim meseleler. Birinci bab imanның tarixidan muhim meseleler degan mezmunu birlikte ügünümüz. Çoğun günah ötküzgüçünün hükmü nime? Sualı bilen başlangan detalaş bu sualga u kapırdır, cehennemde ebedi kalıdır dep cevap bergen havarişler bu pozisyaya reddiye süpüde o kamil mümindir, günahı onu hiç kandak ziyan yetküzmeydi dep cevap bergen murciyenin oturuğu çıkışı bilen farklık bir basqıçqa kirdi. Başta qayt qilib o'tganimizdek bu yangi basqıç imanning kalamga aylandırılışı idi. Neticede bu iki tarafning aşqın fikrini o'ttira hal yerga elib kelishni maqsad qilgan üçüncü bir taraf özlügidan o'ttirg'i chiqdi. Bular Mu'tazila idi. Neticede Mu'tazila, Havarişler ve Murciyeler tarafından detalaş kılıngan bu meselelerge qarata farklı bir qarashni o'ttirib qo'yib, çoğun günah ötküzgenlerinin ne Havarişlerge o'xshash mutlaq cehennemde qaladı, ne Murciyege o'xshash mutlaq mümin süpütede cennet kirdi dedi. Ular çoğun günah ötküzgenlerinin cennet bilen cehennem arasındaki bir yerde turduğanlığını el menzilu beynel menzilleteyn ne ilgili sürdü. Şunun bilen çoğun günah ötküzgenlerge verilgen isim tipilgan idi. Yani pasık. Mu'tezilenin tunci meşhur imami Vasil bin Ata vafat Hicri 131. yıl. Meşhur tabi'in alim Hasan el-Basri'nin ders halkasını yetişip çıkan. Keyin üzüge has fikir ekimini şekillendirip halkadan ayrılgan bulup öz devrideki siyasi vakalarının tesiriga qattiq uçurgan. Bu sebepten Hazreti Ali'den kelgen rivayetlerini kabul kılmagan, bununla onun guvahlıkının maqbul emasligini delil qilib körsetken. Mu'tazila emri bil ma'ruf nahi anil munkerni 5 prinsipning en 5iga tizgan bulup, öz içide fikir birligi hasıl kılalmay bir qancha gruppaga bölünüp ketkin. Bulardan bir kısmı Mu'tazilani tekfir patqiga söylep kirip Allah'ның belgilik şekilde körüldüganlığa işinilgan sünnilerini tekfir kılgan. Hatta tekmo çektin işip bu kişilerin küpürlüğünün şeklen güçlerinin mo kapır bulduğanlığını ilgili sürgen. Ulardan yeni bir gruppa Müslüman boğan təqdirdimi rəqibləriga qarşı suiqasd qilishni caiz deb qaragan. Mu'tazilələrin Havarişlər ve Murciyelərin aşqulluğa qarata o'ttir yo'lni tutqanlığı ibaret icabi tarafını nazardan saqit qılması gerek. Bulupmu insandaki irade erkinlikini yok deb hakimiyetinin zulmini yolluk görüşüge urungan eqimga qarşı insanın haqqı ve hürlükünü himaye kılgan. Bu sebepten hakimiyetten gazibini qozgab, eğir bedel tülügen. Bu devirde Şialarning siyasi datalaşının akidevi meselege ayrılışıda en çok rol oynaganlıqda şüphe yok. Şia, imamet yani yetekçilik ve rehberlikte varislik ve vakalet süpütüdü kubul qilib, onu Haşim cemaatiga xas qilgan idi.
Bununla karşı Sünni imamlar imametini Kureyş'e has kıldı. Şialar imametinin Haşim cemaatinin hakkı ikenligini dava kılsa, Sünni imamlar bu hakkının Araplarının Kureyş kabilesiga has ikenligini dava kıldı. İmamet meselesi de en adil ve doğru boğan pozitsiya havarişlarının karşı idi. Ular imametni bir nesep, bir kabile taraf vazlıqı has kılışının onuğa ümmetinin ixtiyarıga koyup bergen idi. Ular Haşimila yoki Quraysh'tin buluşunun üstün buluş, yani afdaliyat sebebi emasligini, üstünlükning faqat taqvolik bilan buladiganligini yaqilgan idi. Havarishlar mundaq deydi. Quraysh qabilesining bo'lmaganlarmi xalifa bo'la oladi. Hatto bir Qurayshlik bilan bir nabati Arab bo'lmaganlar xalifalik uchun nomzod bo'lgan bo'lsa, biz nabatini qo'llaymiz. Bir nabati çünkü o ansonlikqa mansubdir. Shariatga qarshi ish qilganda qabila nuqtasidan ojiz bo'lganni huquqidan elib tashlash o'ng'ay. Bu jarayonda Şia tarafidan aqidaga aylantirilgan yeni bir masala o'ttirg'i chiqdi. Ya'ni Mahdi masalasi. Emevilerning qabih zo'ravonlikqa qarshi o'qitchilikda qiyinchilikqa duch kelgan tarafdorlarini yanında tutib turish uchun ularga ma'naviy ilhom izlagan guruhlar Mahdi tushunchasiga chin yepishdi. Va'da qilgan zafardan bara-bara yiroqlashayotganligini his qilib yetgan Emevi o'qituvchilari kelajakdagi zafarning kapolati sifatida kutayotgan Mahdi fikrini bir iman asosi sifatida ergashuvchilarga sungan edi. Bu tushuncha hokimiyatning zulmidan biroz bezor bo'lganlar uchun bir umid va ilhom rolini o'ynaydi. Yani Mahdi tushunchasi to'g'riliq yeb chiqib qoldi, qadrli qarindoshlar. Yani Mahdiga ishonmaganlar kafir deydigan adamlarning bari shu. Aqidaning kalamga aylantirilishi bosqichida qadar, yani taqdir peshona meselesining tutgan o'rni o'zgacha. Bu meselede shunda qattiq munozara qilingan bo'lib, faqat qadar haqidagi tushunchalar sababli yangi mazhablar o'tirg'i chiqdi. Bularni kalomiy mazhablar deyishning o'rniga qadariy mazhablar deb atash texmi muvofiq bo'ladi. Qadariya ve Ceberiye bularning ichidagi eng mashhurlaridir. Bu ikki aşkın mezheplerden Ceberiye insan iradesini yok deb qarab, insanni odatdagi bir narsa o'rniga tushirib qo'ygan. Qadariya bununla qarshi chiqib, inson iradesini ilohlashtirgan edi. Bu ikki tushunchani rad qilib, o'ttirhal bir qarashni o'ttirib qo'yish tirishchanligi bara-bara bir mazhabga aylanib, sifatiya o'ttirg'i chiqdi. Bularning yaxshilik, yomonlik ve qadarni Allah yaratadi. Bende onu icra qiladi. Tabii ki bu o'ttirhal yo'lni bir qator yangi savollarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Bu savollar qilmish, kuch yetish, irada, hidayet, zalalet, qalbning mühürlenishi, rizq, ajal deganga o'xshash temalarni o'z ichiga oladi. Bu davrlarda o'ttirib tashlangan eng bema'ni ve eng qattiq da'talash bo'lgan masalalardan birisi Allah'ның kalami idi. Bu dairede Kur'an məxluqdur degan mutazile bu qarashini bir mezgil qabul qildirgan Xalifa Ma'munning yordami bilan bu qarashiga qarshi chiqqan olimlarni qabih shaklda jimiq turishga uringan edi. Ko'z qarashini qabul qilmaganlarni takfir qilgan mutazile o'qituvchilari tarafidan qattiq qarshilikqa duch kelib, qadar meselesida
bende qilmishining yaratquchisidir degan tushuncha sababidan majusilardanmi qattiq kofirlikqa mahkum qilindi. Bu ma'lumotlik ishida, bu ma'lumotchilik ishida ummatning kun tartibini texmo muhim masalalar ishg'ol qilgan edi. Bularning ko'pinchisi nazariy masalalar bo'lib, farazlarga asoslangan bu temalar oylab, hatto yillab datalash qilindi. Bu datalash sababidan yangi mazhablar o'ttirib chiqib, raqib iqimlar bir-birini zalolat, bid'atchilik, kufur, hatto shirik keltirganlik bilan ayblab, qo'lidan kelishicha hokimiyatni yeniga tortib, raqiblarini davlat kuchi bilan jimoqtirishga uringan bo'lib, bularning hammasi oxirida dinning aqida va iymon xonasiga kirgizilgan edi. Bu muhim masalalarning bir qanchisini tilga elib o'tayli. Allohning zoti sifati bormi, yo'qmi? Allohga shay'i deyishga bo'lamdi? Shay'i degan nima? İnson muxtar, o'ziga o'zi xo'jami yoki majburmi? Allohning eng yaxshi aslahni xolishi vojibmi? Allohni aql orqali bilamdiq yoki naql orqaliqmi? Yaxshilik va yomonlikni aql orqali bilamdiq yoki shariat orqaliqmi? İtaat qilguvchini mukofotlash, isyon qilguvchini jazolash Allah'a vacibmi, vacib emasmi? Ahirette Allah körünemdi, körenmemdi. Çoğun günah ötküzüp tövbe kılmasdan ölgüçünün akıbeti kandak buludu. İman küçüyemdi, zayıflışemdi. Kafirinin küpürlükadın şüphelenişki bulamdı. Muteşabihi ta'vil kıl, muteşabihine ta'vil kılış caiz mi? Fetret ehli, yani iki elçi arasında elçisiz ötken kişilerden ahiretteki ehvali kandak buludu. Ayal kişiden Resul bulamdı. Resulullah vefat edin kim mi? Allah'ın Resulü mü? En yaxşı bar yerde yaxşı imam bulalamdı. Kapırlarının balalarının ahiretteki akıbeti kandak buludu. İmamet miras yolu bilen bulamdı yoki icma bilen bulamdı. Elçiler günah sadır kılamdı. Elçilerinin cesedi çirip gitemdi. İnşaallah men müminlerdim men deyişinin hükmü nime? Taklidi iman caiz mi? Degenge o'xshash suallarken bu suallar nihayet köp bulup hemmini tilga ilishning o'rni yo'q. Hem bular bizning asosliq temamiz bo'lmaganligi uchun yuqoriqilar bilan kifoyalanamiz. Mana bular yeni bir zaman usulining maydonga kelishining xabarchisi edi. Bular ilmi usuldan ilmi tavhid, el-fiqhul ekber, ilmul aqaid deb atalgan kalam ilimleri edi. Kalam bizga ma'lum bo'lgandek söz, gap qilish ma'nini bildiradigan bir kalima. Mazkur kalima yana datalash, munozarada raqibni til bilan yaralandirish degan ma'nolarni bildirdi. Kalimaning ma'no doirasi ustida inchiklik bilan to'xtalgan vaqtimizda mazkur ma'nolarni ifodalaydiganligini ko'rib yetimiz. Kalam ilmining temisi bo'lgan kalam yaralandirish bilan bevosita munosabatlik. Yuqori tilg'ilib o'tgan savollardan ma'lum bo'lgandek, ilgari hech kim datalash qilmagan bir qator masalalarni cho'rdigan holda munozaralar elib berilgan bo'lib, bularning mutlaq ko'p qismi nazariy temalar edi. Bo'libmi datalash qattiq bo'lgan temalar haqiqatini Allohdan g'ayri bilmaydigan masalalar edi. Çoğun günah sadır qilguvchining oxiratlik ahvoli buningga bir misol. Bu ahiretki münasebetlik bir meseleydi. Bu mesele ahiret bilen münasebetlik bulup, bu haqda keskinlik bilen bir nesi deyiş ne mümkün ne zürriyet idi. Bu meselelerden bazıları real hayatta hiç qanday ehmiyeti bo'lmagan
nazriyevi temalar bo'lib, iman maxluqmi emasmi? Buning tipik misalidir. Mazkur suallar atrofida elib berilgan datalashlar, kalam, usta munozirchilarning mutakallimin o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan edi. O davr oliy maktab rolini o'ynayotgan ilm halqalarimi o'zini bu munozirlardan chetda tutolmadi. Ularmi her tarafni qoplagan bu modaning jilvisiga yo'q deyilmadi. Yeni bir tarafdan bununla ovoz qo'shishga majbur bo'ldi. Shunda qilib bu tatalash ko'cha ko'ylardan ilm halqalariga sho'ng'ib kirdi. Madina, Kufa, Basra, Bag'dod. Bu shaharlar o'z davrida xalifalik markazi bo'lish bilan birga ilm, san'at va tijorat markazi edi. Lekin bu markazlarning eng o'zgacha aloyligi kunimizdagi o'xshash birer universitet shahri bo'lishi edi. Madinada markazlashgan iqlimlar bu modaning ta'siriga eng az uchragan edi. Chunki Madinada cho'nqur yildiz tortgan sunnat an'anasi bor bo'lib, bu an'ana moda shamollarining ta'sir kuchini ojizlatish rolini o'ynaydi. Shunga to'qilma xabarlar va bu mezgillarda yuqori pallaga chiqqan to'qilma hadislar Rasululloh miros qoldirgan o'lgulik yashash shakli bilan bo'lgan sunnat sepilidan o'talmaydi va mazkur rivoyatlar Madinada o'ziga xaridor topishda qiynalgan edi. Bu ahvolda Kufa, Basra va Bag'dod ularning bozori bo'lgan edi. Hazreti Umarning xalifalik davrida uning farmoni bilan Sa'd bin Abi Waqqas tarafidan lashkargoh sifatida bino qilingan Kufa shahri uzun o'tmay ilm va madaniyat markaziga aylangan edi. Buningda 4-xalifa Hazreti Alining bu joyni xalifalik markazi qilib tanlashimi muhim rol o'ynagan bo'lsa kerak. Kufa Madinaga raqib bo'lgan edi. Bu yerda gullangan ilm an'anasi Madinaga qaraganda farqli bo'lib, ko'p qirliq edi. Naql oldingi o'rinda turadigan Madina iqlimining qarshi qutbida tafakkur va aqlni oldingi o'ringa qo'ygan Kufa iqlimi o'ttirib chiqqan edi. Buningga Kufadagi kishilarning milliy tarkibi va ijtimoiy qurilmasi muhim rol o'ynagan. İslam qo'shinining o'tkinchi qarorgohi sifatida barpo qilingan Kufa uzun o'tmay Kisraning taslim bo'lgan sarxil qo'shinini tashkil qilgan minglagan kishi kelib joylashgan shaharga aylangan edi. Abu Hanifaga o'xshaydigan o'z davridan eng mashhur olimlarining bu İranlik ko'chmanlarning davrilarining ishidan chiqqanligi mazkur shaharning ilm ve medeniyet cihetde muhim o'rinni tutganligining namoyandasidir. Qadimiy makam bo'lgan Basra qisqa bir muddat ichida Kufaga raqib bo'lgan bo'lsa-mu, uzun o'tmay uning o'rnini Abbasiy xalifaligi tarafidan yangidan bino qilingan Bag'dod oldi. Umaviylarning markazi bo'lgan Sham bir ilm markazi bo'lishdan ziyoda siyosiy va iqtisodiy markazga aylangan edi. Yuqorida alayliga tilga ilingan bu shaharlar ko'pinchisi siyosiy sababdan o'tirib chiqqan nazriyevi savollarning javoblari izlangan markazlar edi. Rasululloh vafot bo'lgan kuni Bani Said qo'rosidagi xalifalik saynimi, Hazreti Umarga qilingan suiqasd, Hazreti Osmonning ijroatlari va shahid qilinishi, Muaviyaning xalifaga qarshi isyon ko'tarishi, Jamal, Siffin va Nahravan voqealarida so'ralgan savollar yumilgan qor pomzikidek bag'an siri cho'ng'aygan bo'lib, bu top oxirida ilm halqalarining o'ttirg'a tushdi. Salafning sab ve adli aqidasi öğütülgen. İlim azgına dünyavi menfaat üçün emas, aksice ebedi saadet erişiş üçün öğütülgen bu devirde mezkur ilim halklarına
ilimning izzetini hükümranlığa setip etmegen alimlar yetekçilik kılıvatkan idi. Bu halklarının oquşluqı nayeti addi ve sap idi. Bu oquşluqның mənbəsi Kur'an ve hayatının içinde bir nebevi en sübütede mevcut bulup tuğan sünnet idi. Murakkep bolmagan suallar ve mesele manımuşunda addi ve çünüşlük oquşluq bilen bir taraf kılınatdı. Ustazlar bu halkadaki taliplarının oqutqucusu bulup kalmasından örneki, perviş kılğucusu ve terbiyecisi idi. Medine'de tuğulup çoğun bolgan, keyin Basra'ga makallaşqanlığı üçün Basri təxallüsü bilen atalgan meşhur tabiin alimlardan Hasan bin Yasar'nın Hicri 21. yıldan 110. yılgacha yaşaptıken Basra'daki halk ise bu halkılağa bir örnek bulalaydı. Siyasi sebepler tüpeyleden oturuğa çıkan mezkur suallar qaysi ilim halkısı da münazir kılınışqa başlasa şu halkının birligi buzulatdı. Çünkü köpüncisi nezari bolgan ve real hayatqa qarata hiç qandaq ahmiyeti bolmagan bu suallarga inip cevap beriş asasen mümkün emas idi. Çünkü palanıcının ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? Fetret əhlinin ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? Kapırның balarının ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? Tövbe qılmagan pasiqның ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? Degendek suallarının cevabını Allah'tan gayri iniq bilmeydi. Allah'tan başqası iniq bilmeydi. Ya ki Allah'ın zat sübütü, bu sübetler kadim mi ya ki hadis, kim payda bolgan mı? Bula qancha, bu isimler qandaq quyuludu? Kadim digücünün ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? Hadis digücünün ahiretdeki akıbeti qandaq buludu? En yaxşı bar yerde Allah'ın yaxşı salahni yaratıp yaratmaydıqanlığı, cazalaş ve mukapatlaşның Allah'a vacip bulup bolmaydıqanlığı qatarlıq ilgili soralmagan, kim peyda bolgan ve bütünley perezge tayinliğin meselelerde kesip cevap beriş ya ki bir cevap üstüde birlikki keliş mümkün emas idi. Onundan başka ayal kişinin Resul bulamdı. Elçilerinin cesedi çirip kitemdu. İman mehluk mu? Digendek encür işideki uruqçilikmin kımmeti yok ve real hayatta hiç qandaq ahmiyeti bolmagan suallar, meseleler baki bularning cevabı ondaq yoki bundaq bolgan taqdirdimi hech nimaga esqatmaydiganlik aniq bo'lsa-mu qattiq datalash qilindi. Hatta bularga berilgan javoblar kishining haq yoki batilda, iman yoki kufrda ekanligining dalili qilindi. Datalash bu doirada shakllanib qolmay, bu savollarga yangi savollar qo'shilib, her düşünce yeni bir mezhepke aylanıp, bu sual ve temalarga berilgan cevaplar mezkur mezhepning aqidasiga aylantirildi. Kufada bir beparvoning shundaqla so'rab qo'ygan bir suali Basra ilm munberlarida qattiq munozara qilingan, hatto hal qilg'uch ve aqidiy meseleге aylangan. Hamda berilgan javoblarmi aqida asoslaridan biri sübütide o'rin elishga başlagan idi. Mana bu aqidaning kalamga aylandırılışı idi. Qadrli qarindoshlarım, biz hazır o'rganayotganimiz bu qo'lamdagi iman insonning baxt saodati degan bu Mustafa Aslam o'g'li ustozniki Batir Qaraxonli qarindoshimiz tarafidan tarjima qilingan kitobdan o'qiyotimiz. Meni shunday masalalar, muhim masalalar qo'shtirnoq ishidagi muhim masalalarni datalash qilib, o'z vaqtidagi musulmonlar mazhablarga,
pirkilarga aylanib ketibdigan qadrli qarindoshlar. Endi kalamning aqidaga aylanishi. Oldidagi darslarda imanning kalamlashishi, kalama aylandirilishidir. Endi hozir kalamning aqidaga aylanishi. Buni birlikte davam qilamiz. Diqqatinglar dersimizde bo'lsin qarindoshlar. Kalamning aqidaga aylanishi. Ma'lum bo'lganidek, başta aqida kalamga aylandırıldı. Burun haqqida dalalati ve iniq naslar, ayetler bo'lgan temalar bilan cheklik doir ishida turgan islom aqidasi bir qism voqealar sababidan leyitilib, haqqida iniq hukm ve qat'iy nas bo'lmagan masalalar aqida doirasiga kirgizildi. İman qaysi qadam bosqichlar bilan kalamga aylantirilgan bo'lsa, kalammo shunga o'xshash shaklda iman asosiga aylantirildi. Kalamning iman asosiga aylantirilishi oldinqisi qaraganda asta elib berildi. Lekin bu ikkisining orasida o'tkinchi bir davr haqida to'xtalishga bo'ladi. Bu davrda kalam texnik sistemlashmagan bo'lib, o faqat kalam idi. Yani cidel, datalash, söz do'ili, gap talliqda beslishish idi. Kalam munozirlari bara özünü ko'rsatish meydaniga aylanib, bununla xumar bir turkum kishilar o'tirg'i chiqdi ve ular kalami munozira so'rovlarga top halda qatnashadigan bo'lib, o'zi yoqtiradigan tarafning raqib tarafni mat qilish uchun ularga ilhom berdi. Buning psixikalik perde arkasida ma'naviyatini teselli tapquzish arzusi yatattı. Etrafında toplaşkan kişilerin sadizm, yani başkalarının qiynalishini tamaşa qilib huzurlanış, purqi chiqib turadigan his tuyg'usini qondirishga intilgan kalamchilar bu holati bilan bir-birining jiniga qasd qilgan ikki raqibga aylanib qolgan edi. Munozara haqiqatni tepishdan ziyade qarshi tarafni mat qilishga yuzlangan bo'lib, asli maqsaddan halqib ketadi. Oyatlarga o'z maqsadiga moyil ma'no beradi. Ta'vil nomi bilan vahiyning asli ro'yiga zid sharhiylardan umid kutadi. Aql va mantiq o'yinlari bilan raqibini yengishga tirishadi. Bu munoziralarda ba'zi vaqtlarda Rasululloh nomidan to'qilgan yolg'on sanatlar zanjiri bilan bayon qilingan rivoyatlar raqibi oldida ojiz holga tushib qolish uchun qutquzuvchi rolini o'ynaydi. Qarshi tarafmo amalsiz buni qabul qiladi. Kalamchilar keyingi bayonlarda ko'rsatib o'tadigan o'rnaklardagidek o'zining qarshini isbotlash va uni shubhasiz qilish uchun so'zining beshiga salafi salihin yoki sünneti nebevi kelimelerini qo'shishga bek amroq edi. Bundaq bo'lganda o'zining tushunchasi muqaddaslik tusiga ega bo'ladi. Hech kim uni muhokama qilishga petinlanmaydi. Demisimi bosh qismiga mushundaq bir kelima qistirilgan qarashqa kimmo e'tiroz qila olsin. Mazkur qarashni tanqidlaydigan biri bu masalaga qarata ya sünnet düşməni bid'atçi, salaf düşməni azg'un qalpiqini kiyib qalmaslik uchun sukut qilish yo'lini tutatdi. Yoki bularga pisand qilmasdan ko'krak kiyirib o'tirg'i chiqatdi, ko'pincha vaqtda birinchi yo'lni tutatdi. Bu salbiy an'ana keyingi mezgillarda davomlashdi. Firqalar o'zining qarashlariga isbot qilgan dalillarning eng oldiga İttifakatul ulama, adamlar bu fikirde birlik kelgen. Ecme'al ümmet icma kıldı yoki birlik keldi. Kale fulan, palançım bundak dedi degan qistirumlarni qo'shgan bo'lsa, azg'un ekanligini isbotlamoqchi bo'lgan raqiblari dalil keltirgan isbotlarining beshiga iftira, tuhmat qildi.
zeame, guman kıldı, iddia, ilgili sürdü, kezebe, yalgan eytti, degендek sözlerini kıstırışattı. Kalamның mana bu xususiyeti səbəbidən dəstəbki məzgildəki imamlarının həmmisi dügüdək onundan yiraq turğan. Hətta qattiq qarşı çıxqan. Əbu Hanife bundaq degan: "Yaş vaxtımda kalamı qiziqqan idim. Kalami munazirəyə qatnashish uchunla Kufadan Basraga baratdim. Bu munazirələr bəzida bir qancha kun davomlashatdi. O vaqtda munazirədə namoyon qilgan talantim səbəbidən avam arasında məşhur bo'lgandim. Kishilar yiroqdan meni ko'rsatgich barmog'i bilan ishorat qilib ko'rsatishadi. Uzun o'tmay kalam bilan ish quyun tash quyun bo'lib, tugumas munoziralarga qatnashganlarning siymasining salafning siymasiga, uslubining solihlarning uslubiga o'xshamaydiganligini bayqadim. Bu ish sababli ularning qalblarining qardab ketganligini, dilining buzilganligiga shohid bo'ldim. Vaqti kelganda kitobga, sunnatga va solih salafning yo'liga zid muomalada bo'lishdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqmaydi, taqvo emas edi. Agar kalamchilikda bir xayri bo'lgan bo'lsa edi, bizdan ilgari solih kishilar bu ishga kirishadi. Halbuki bu ishga kirishganlar doim hissiyatga tayinligan va saposi tuvan kishilar ekan deb o'yladim va Allohga hamd bo'lsin, men kalamni tashladim. İmam Azam o'g'li Hammadga kalamdan yiroq turishni vasiyat qilgan edi. Tahavi Aqoid Sharhi nomli asrida Shafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal, Sufyan as-Savri va salafdan barliq hadischilar kalamning haram ekanligiga hukm qildi degan. Hanafi mujtahidlardan İmam Abu Yusufning kalam bilan hapilashguchi zindiqlashido degan so'zi mashhur. Salaf tarafidan buncha rad qilingan kalamning qattiq munozir qilgan temalari qandoq bo'lib xalaf varis qilg'uchi tarafidan birer iymon asosi qatorida o'ttirg'a qo'yildi. Buningdan boshqa mazkur kalomiy masalalar sababli o'ttirg'a chiqqan firqalar qandoq bo'lib bir-birini takfir qila olgan edi. Hatto qandoq bo'lib bu takfirlarda bid'at ahli, sunnat ahli ayrimi o'zining rolini yo'qotib, har kim raqibini bid'atchilik, azg'unlik, kupurlik bilan ayblay edi. Bu ayblashlar ba'zi nadonlar ilgari surgandek faqat ahli sunnat bilan ahli bid'at orasida bo'lmagan bo'lib, klassik ayrim bo'yicha ahli sunnat qatoridan ko'rsatilgan firqalar orasidan bo'lgan. Bu mezgilda faqat bir temadan boshqa temalar haqida ijmo vujudga chiqmagan. U bo'lsa-mu, barliq firqalarning faqat o'zila hidoyatda, qolganlarning zalolat ishida ekanligi haqida gumoni edi. Xuddi Abu Mansur Maturidining aytganidek, ba'zi kishilarning dinni tushunishida o'zaro ixtilof ishida ekanligini ko'ramiz. Ittifoqlashgan faqat bir masala bor. U bo'lsa-mu, har firqaning o'zining haq ustida ekanligi, raqiblarining batil ustida ekanligi haqidagi aqidasidir. Firqalarning kalomiy masalalarda bir-birining yanida yoki qarshi tarafida ko'rsatish, ularni haq, batil deb ayirish mumkin emas. Masalan, Allah'ni bilish aql bilan bo'lamdi yoki shariat bilan bilish vojib bo'lamdi masalasida Maturidilarni Mu'tazila bilan, Ash'ariyni Murji'a bilan bir qatorda ko'ramiz. İman maxluqmi, emasmi? Temisida Ash'ariylar bilan Maturidilarni bir-biriga qarshi oldi ko'ramiz. Lekin bu masalada Maturidilar bilan Mu'tazilaning qarshi o'xshash bir nuqtada uchrashidir. Allohning sifatlarini isbotlashda Sunni Hanbalilar,
kerramiye ve mucessimiye bilen birlikte hareket kılıdı. Yani bu bek murakkep bulup en'enevi türge ayrış hakikatini aks ettirmeydi. Pezdevi bu murakkeplikni bayqıgan bulup ihtiyarsız halda Allah'ın sübütü sebeplik kerramilerini red kısak bizni kaderiye ve mutezile katarıdın deydi. Kaderiye ve mutezilerini red kısak bizni henbeliyle ve kerramilaga mensup deydi. Diyen ve arkadılı mındak diyen Allah her iki azgın pirqigmi rahmet kılgay. Hulasılısek kalamның başta ilim andın aqidiga aylanışı mana bu jarayondan keyin ro'yobga chiqdi. Her halqa bir mustaqil firqiga aylangan. Bes munoziralar ishida islom aqidasi bulg'unib ketgan ve malamanchilikda bir-birini aniq tanıyolmayotgan bir davrda insanlar salafning kalam ilmiga tutgan so'g'uq muomalasini nazardan saqit qilib o'zlari xavf ichida deb qaragan islom aqidasini bu yo'l bilan himoya qilishga atlangan edi. Qadrli qarindoshlar, muhim meselelerni birlikte ügünüp hem de onundan keyinki iman kalamның aqidiga aylanışı degan teminimi birge ko'rdik, jenim qarindoshlarım. Hem de iman ve İslamның sharti qancha degan mazmunni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Qadrli qarindoshlar, iman ve İslamның sharti qancha debdi. Necha minut bo'pti, ko'rib baqili. 42 minut bo'pti. İnşallah mana bu mazmun bilan dersimizni tugatamiz. İman ve İslamның sharti qancha? Qadrli qarindoshlar, bugun biz o'rganib o'tgan darsning mavzulari yani tedbiriyay iman insanın bəxti 4. dersimizde 1. bab imanın tarihinden mühim meseleler, ondan keyin kalamla aqidiga aylanışı, ondan keyin iman ve İslamның sharti qancha degan hozirgi tema, ondan keyin Ash'ari mubashshira meselesi, ondan keyin imanni kalamga markazlashtirib qo'yish degan darslarni planlab ekanmiz. İnşallah şu planımız boyunca tügütümüz sizlerden sabırlarını tileymen. İman ve İslamның sharti qancha? Kalamchilarning qilgan tunji ishi nimening iman emasligini aniqlash bo'ldi. Balkim bu temada ular ma'lum nuqtadan to'g'ri qilgan. Chunki aniqlamasi o'tirib qo'yilmagan, chek chegarasi aniq ko'rsatilmagan. Har qanday narsa munozara qilinishdan xoli bo'lolmaydi. Bu sababdan ba'zi kalamchilar islom aqidasini mashhur bo'lgan Jibril hadisi bilan izohladi. Bu mashhur hadisda iman bir qancha modda holatida bayon qilingan edi. Keyin ilmi Allah'da kishi yoki ma'lum ishning shar'iy ahvoli. İmanның sharti sifatida tilga ilingan hadisning taqdirga iman, yaxshilik va yomonlik Allohdan. Shartidan boshqa oldingi 5 sharti Nisa surasi 136-oyatda bor. Maturidi kalamchisi Nasafi iman asoslarini 6 emas 5 modda holatida tilga olgan bo'lib, bular ichidagi taqdirga iman moddasini tilga olmaydi. İman aytishga tegishli amallarning hammasi mazkur hadisda tilga ilinganlar bilan cheklanib qolmaydi. Albatta. Çünkü bir narsaning
Çünkü bir neresinin iman timisi bulalish üçün onun hakkında dalaleti ve subuti şübhisiz iniq deliller buluş gerek. Mezkur hadisteki iman asaslarını akidimizin timis kılgan amel mezkur hadis emas, belki Kur'an'daki dalaleti ve subuti kat'i delillerdir. Bu 5 asaslardan başka Kur'an'da iman eğitilişki tegişlik amillar var. Mesela cennet, cehennem, rızık, ecel degenge o'xshash. Keyingi mezgillerde ba'zilar bununga ru'yatulloh, Allah'ın ahirette özünü ko'rsatishi, Allah dostlarının karameti degenge o'xshash modlarni qo'shgan. Kalamchilar shay'larning harakati yoki harakat qilmasdan muqim turishi, atomning bo'linmaydiganligi, yezitga la'nat o'qilmaydiganligi, hatto yer sharining aylanmaydiganligini bir aqida asos sifatida iman shartlariga ilova qilgan. İslamning shartlari mushundaq bosqichlarni 5'ini o'tkazgan. Bu shartlarmi o'xshash ismdagi rivoyatni asos qilib, İslamning shartlarini 5 moddaga ixchamlagan. Ya'ni kalima-i shahodat, namoz, ro'za, zakat ve hac. İmanning shartlari haqida aytganlarimiz keyin kalamchilar ve ilmihal yozuvchilar tarafidan İslamning sharti sifatida o'ttirib qo'yilgan hadis uchunmi o'xshashlik kuchga ega. İman ve İslam hukmlari noktasida bu hukmlarning ayrim hukmmi yoki bir hukmmi haqidagi munoziraga kirmaymiz. Qur'ondagi oyatlarga asoslangan bu shartlarga, ya'ni Qur'onning o'zidan amri bil ma'ruf, nahi anil munkar, jihad, adolat, ota-onaga ihson bilan muomala qilish, infoq, rasulga itoat qilish, junublikdan poklanish deganga o'xshash shartlarni ilova qilish mumkin. Mashhur Jibril hadisining rivoyatida İslamning sharti sifatida tilga ilingan 5 modda bir xil emas. Masalan, mazkur hadisning Abu Davud'dagi variantida bu 5 shart mundaq bayon qilingan: namoz o'qish, ro'za tutish, hajga berish, junublikdan poklanish ve kalima shahodat aytish. Buxoriy naql qilgan boshqa bir hadisda bu 5 modda yana farqli bo'lib, bu rivoyatda Rasululloh bularni islom nima degan savolning javobi sifatida emas, iman nima degan savolning javobi sifatida bergan. Rivoyat mundaq: Rasululloh oldiga kelgan bir guruh kishini faqat Allohga iymon etishga buyurdi. Ondan faqat Allohga iymon degan nima bilamsizlar deb so'radi. Ular Allah ve Resulü biliyordu dedi. Resulullah Allah'tan gayri ilahның yo'qligiga ve Muhammed'nin onun elçisi ekanligiga shahodat aytish, namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, 5'ti biri, yani humus olcuning 5'ti birini berishdir dedi. Şu bir haqiqat ki iman ve İslam'ның şartlarını belgileşte sahabelerinin, tabiinnin ve müctehid imamlarının uslubi, uladın biri boğan Ebu Hanife'nin bu sözleri de öz ifadesini tapkan. İman Allah'ını biliş, onu ikra kılış, Resulünü biliş ve Resulullah Allah'ın elip kelgen barlık nersige toluq işiniştir. İslam, Resulullah'ın Allah'ın elip kelgen barlık emellerini çiң tutuş, emirlerini çiң tutuş, çekligenlerden yirak turuştur. İman ve İslam'ın özünü oturup koygan Cibril hadisinin kalamçılar tarafidan aldığınki orunga koyuluşu, taklidi imanı iyi boğanlar üçün dinin asaslarını ögünüş ve hayatı tatbiqlaşta addi ve oğay bir üslup süpütüde kabul görülgen. Avamның dinning asosliq manbasi bilan bevosita uchrashishidagi qiyinchilikqa, ajamlarning musulmon bo'lishi bilan o'tirg'i chiqqan til masalasini qo'shgan vaqtimizda yuqorqidek ixcham turlarga ayrilishning ajam musulmonlar nazridagi ahamiyatini texim yaxshi tushuna olamiz. Lekin bu uslub boshqa bir salbiy masalaning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan edi. Ya'ni iman temisi ve dinning
emrini muayyen moddalarga yig'inchoqlash, onundan başqa iman eğitilishi ve emel qilinishi kerak bo'lgan asos ve buyruqlar yo'qdek yoki sal qarashdek tushunchaning shakllanishiga sabab bo'lgan edi. Gerçi İslamның şartı sübutida ilmi hollarda til qilingan 5 asas keyin kengaytilib 32 pariz, hatta 54 pariz degandek shaklda izohlanib, bir qismi parizlar ilmi hollarga kirgan bo'lsa-mu, mazkur salbiy ta'sir yo'qolmadi. Şu bir haqiqatki, Qur'onning har bir oyatiga iymon etish imanның en asaslı şartıdır. Onundaki bir ayet, bir hükümni inkar kılgıcının iman ve İslam bilen alakası kalmaydı. Kadirli kırındaşlar, şunda kılıp, iman insanın bəxt saadeti diyen bunun kitaptan mezmunlarını, yani İman ve İslam'ın şartı qancha degan temini birlikte okup öttük. Hem de aşari mübaşşire meselesi degan meseleni ögünümüz kadarlı kardeşler. Bu devirde yani aşari mübaşşire meselesi. Bu devirde yani sahabeler haqiqatimi da'tilash bo'lgan. Ma'lum bo'lgandek İslam ümmeti ishida o'tirg'i chiqqan tunji ixtilof siyosiy edi. Ya'ni Rasulullohning vafotidan keyin bo'sh qolgan o'ringa kimning varislik qilishi bilan munosabatlik edi. Shia bu masalada varislikni o'lcham qildi. Ahli sunnat afdaliyatni o'lcham qildi va buningga sahobaning ijmosini dalil qilib ko'rsatgan edi. Bu ixtilof bu nuqtada qolmasdan keyingi kişinin ko'nglini g'ash qiladigan voqealar natijasida tabriqiga aylandi. Sahobalar bir-biriga tig' uzatdi, qonlar to'kildi. Bu voqealardan keyin kishilar ikki guruhga ayrildi va kimning to'g'ri, kimning xato, o'ltirilgan va o'ltirguchining oxiratdagi ahvoli qandoq bo'ladi deganga o'xshash savollar o'ttirg'i chiqishga boshladi. Bu suallarga berilgan javoblar natijasida kishilar firqalarga bo'linishga boshladi. Shia Hazreti Aliga qarshi urush qilganlarni takfir qiladi va ularni zalolat ishida deb qaraydi. Uningdan boshqa Hazreti Umar o'zidan keyin kimning xalifa bo'lganligini belgilashga mas'ul qilgan shuroni to'g'ri qaror berolmaganlik uchun keyingi mezgillarda kelib chiqqan voqealarning javobgari deb qaraydi. Havarishlar Cemel ve Siffinde urushgan ikki tarafning sahabe bo'lishiga qaramasdan ularni takfir qilatdi. Hatta Havariç imamlaridan birisiga haqorat qilayotgan bu kishilarning ichida Rasululloh jannat bilan xush xabar bergan sahobalarning borligi eskartilganda o'zimi obdan biladigan bu haqiqatni inkor qilolmay, ular cennetlik kafirlardır degan. Havarişlamışlar deb deganlar. Bu firqalardan boshqa mutlaq ko'p sonliqning sahoba orasidagi ixtiloflar bo'lgan muomalasi bir-biriga o'xshamaydi. Ularning mutlaq ko'p sonliqi mayli Cemal bo'lsin yoki Siffinda bo'lsin, Hazreti Ali'ni haqliq deb qaraydi. Lekin qarshi chiquvchilarni takfir qilishga va ayblashga rozi emas edi. Cemal'da Hazreti Ali'ga qarshi chiqqan guruh uchun Ash'ari, Hazreti Oysha, Hazreti Talha ve Hazreti Zubayr uchun faqat ular xatodan qaytdi deymiz degan edi. Ma'lum bo'lganidek, Bani Saqif qurusida xalifa saylanmani nihoyat tezlik bilan bir taraf qilib etganlik bilan ayiblangan Hazreti Umar, Hazreti Osmanni xalifa tanlash sababli keyingi mezgilde o'ttirg'i chiqqan tabriqchilikqa javobgar deb qaralgan. Hazreti Umar Şurasının oqsoqoli Abdurrahman bin Avf, Cemal voqeasida Hazreti Aliga qarshi jang qilgan Hazreti Talha ve Zubayr. Bu voqealar yuz berganda hech qanday bir tarafda turmay, o'zini chetga tortib, mas'uliyatdan qochish bilan
ayıplangan Sa'd bin Abu Waqqas ve Sa'd bin Zeyd qatarlıq mötəbər sahabelər bu tərəfdaşlığın mərkəzində o'rin alğan idi. Bu mötəbər sahabelərni firqalarning tilini qutqizishga intilgan kishilar keyingi mezgillarda Tirmizi ve Ahmad bin Hanbal bayon qilgan bir rivoyatni o'ziga asos qilib, bu zotlarni al-ashratul mubashshara, jannat bilan xushxabar berilgan 10 kishi ismi ostida bir yerga jam qilib, buni aqida masalalaridan biriga aylantirdi. Buni tunji bo'lib Ash'ari aqida temasiga aylantirdi. Keyingi Ash'ari aqida temasiga aylantirdi. Keyingi mezgilde kalamçılar bunu bir iman asası aylandırıp, biz şahadet eğitimizki bilen başlangan cümleler bilen işletişke başladı. Bu timini bu yaratılık elişimizki maksat, her gizmo hata işkerlikini ispatlaş emez. Başta eğitip ötkünümüzdek, bu o küllerde zürür idi. Belkim zürür boğan bu uslup nurgun kişini sahabelerge biyudatil tekküzüşten, bu mübarek kişilerinin texmi köp tekfir kılınışıga ve ayıpnışıga uçurashdan saqlab qalgan edi. Yuqorida bu misalni tilga ilishimizdagi maqsad aqidiy ve imonga munosabatli bo'lmagan masala qaysi shart sharoit ve sabablar tufayli aqida ve iman doirasiga kirgizilgan, qaysi qadam bosqichlar bilan elib berilgan degan savolga jonliq misol bilan javob berishdir. Halbuki bu meseleni aqida dairesi kirgizgen kalamçılar ve mualliflerinin köp sallıqı Resulullah hayat vaxtida cennet bilen hoşxabar bergen kişilerinin fakat bu 10 kişi bilen çeklik emasligini biletti. Resulullah bu yerde ismini tilga alıp yezip bulalmagandek derecede hali köp sahabege cennet bilen hoşxabar bergenidi. Tövende bize yetip gelgen sahih rivayetlerden bir qancısını tilga elip üteyli. Bukhari ve Müslim'de bayan kılıngan bir rivayette mundaq deyilgen. Sa'd bin Abi Waqqas mundaq deydi. Men Resulullah hayat vaxtida onun Abdullah bin Salam'dan başka hiç qandaq bir kişi hakkında şüphesiz o cennetliktir diyenlikini anlamadım. Yine Bukhari ve Müslim'de mundaq nakil kılıngan. Resulullah Sabit bin Qays hakkında mundaq dedi. Sen cennet ahlidin. Onundan başka Yasir ailesi hakkındaki Mekke'deki vaxtida Hazreti Fatime Uqqasha yani reziyallahu anhu qatarlıq bir türküm kişilerge mu cennet bilen xushxabar bergenligi bir haqiqat. Resulullah Hasan ve Hüseyin hakkında mundaq dedi. Meni yaş görgenler bu ikisini mu yaxşı gördü. Kıyamette ular men bilen birgi boludu. Bulardan başka Allah Resulü barlıq Bedir ahli ve Rızvan beyitede beyit qılganlar hakkında cennet bilen xushxabar bergen edi. Mana mundaq ahval astida cennet bilen xushxabar berilgen netçe 100'den aşıdığan kişi işidin fakat 10 kişini aqida kitapları kirgizip bunu xuddi bir iman yani mana mundaq ahval astida cennet bilen xushxabar berilgen netçe 100'den aşıdığan kişi işiden fakat 10 kişini aqida kitapları kirgizip bunu xuddi bir iman asası süpüde tunuşturuşunun hiç qandaq mantiqilik asası qalmaydı. Eğer bu mesele aqida meselesi bulduğan bolsa fakat 10 kişili emas cennet bilen xushxabar berilgenlerin hemmisi aqida temisi bolish kerak. Sahih rivayet bilen kelgan bu haberlerden fakat bu 10 kişi hakkındaki rivayetinin aldığınki orunga qo'yilishiga sebebini yuqorida bayon qilib o'tdik. Ve bu sebebinin öz devri üçün haqliq ve to'g'ri ekanligini, mana shundaq bir muomalaning ümmetning öz devri üçün haqliq to'g'ri ekanligi, yani mana shundaq bir muomalaning ümmetning manfaati nazarda tutilgan holda elib berilganligini ta'kidlab o'tdik. Lekin bunun zaman ve makan nazarda tutilgan holda elib berilgan
әһмиyetlік bir iş ekanligini nazardan saqit qilgan kalamchilar va bununğa o'xshaydigan masalalarni aqida masalasi deb o'ylab qolgan va buni iymon asoslari doirasiga kirgizishda ikkilanmagan. Kalamning aqidaga aylantirishi mana shundaq maydonga kelgan. Qadrli qarindoshlar, iymonni kalamga markazlashtirib qo'yish degan mazmunni inshaalloh şu mazmunni bir ögünüm ötələ qadrli qarindoshlar. İmanni kalamga markazlashtirib qo'yishning xatarlik tarafi nima deganda, buning ziyonlari ko'p bo'lib, biz faqat bular ishidan ta'siri va ziyini cho'ng bo'lgan ikki nuqta haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi, agar siz iymoningizni kalamga markazlashtirib, bir ilm sizga sungan masalalarga aqida masalasi sifatida qaragan vaqtingizda haqiqatan iymoni bo'lgan masalalar bilan iymonga munosabatsiz masalalarni bir-biriga aralashtirib o'tishda xatarlik ahvolga tushib qolasiz. Bu Qur'onning ifodasi bilan haqni botilga aralashtirib o'tish bo'ladi. Bu ahvolda nazariya bilan haqiqat, zon ya'ni gumon bilan ro'shan, ehtimol bo'lgan gumoniy dalil bilan aniq bo'lgan ilohiy nas bir-biriga aralashib ketadi. Aqida shubhali holga tushib qoladi. Gumoniy ma'lumotlar aqidaga aylanadi. Natijada iymon bulg'unadi. Buning real hayotdagi natijalari tarixda nurg'un qatim ko'rilgandek ochiq bo'ladi. Kishilar aqida deb qarab qolgan bu masalalar sababidan bir-birini iymon, kufr, haq, botil, sunnat, bid'at, nijot, zalolat doirasi ichida baholashdak xatolik ichiga kirib qoladi. Bu tabiiy holda Alloh buyurgan vahdat, ya'ni birlik va ittifoqlikni zidlab tafriqini kuchaytirdi. Arzimas masalalar sababidan bir-birining gelini sıqqan ümmet a'zolari bugünkidek azaliy dushmanlari oldida xorliqqa mahkum bo'ladi. Ikkinchi, bugün musulmonlar aqidaga aylantirgan kalomiy masalalar tarixiy shart-sharoitlarning taqozosi bilan o'ttirg'i chiqqan edi. Bu shartlar haqida ma'lumotga ega bo'lmay turib, kalam ilmining o'z davrida ustiga olgan roli va ado qilgan vazifasiga to'g'ri baho belgilab bo'lmaydi. Zindiqlar miti qurutdek mig'ildab ketgan. Islom bilan hech qanday munosabati bo'lmagan mazhablar ya o'tdek her tarafni qaplagan, o'zini rasul, hatta iloh deb jakalagan ruhiy majruhlarning arkasını əgişmangan nadan kişiler bilen birlikte toğru bo'lgan aqidani o'tqa tashlagan. Bundaq bir davrda Ash'ari va Maturidiga o'xshash bir turkum jasur zotlar maydonga chiqqan va bu iqimlarga qarshi kurash qilgan, kitoblar yozgan. Mazkur shart-sharoit va davr ahamiyatli bo'lgan bu xizmatlar mazkur shart-sharoit va davrdan halqib chiqqan vaqtda o'zining ahamiyatini yo'qotib qo'ydi va to'g'ri shaklda ishlatilmadi. Ba'zi tarixiy shart-sharoitning taqozosi sifatida o'ttirg'i chiqqan vaqt va makon bilan cheklanib qoladigan izohat va tushunchalar zamon va makondan halqagan shaklda aqidaga aylantirib etildi. Buning eng tipik o'rniki davrimizga yetib kelgan taqdir peshona, irade, ecel, rizq, Allah'ның hidayeti, Allah'ның zalaleti degenge o'xshash masalalarda o'zini namoyon qildi. Aqidaga aylantirilgan kalomiy masalalarda yuqori tilg'ilingan yer sharining o'z o'qi atrofida aylanishiga o'xshash kalam ojizlik qilgan masalalarda bu meselede o'ttirib qo'ygan qarashning butunlay xato ekanligini ma'lum bo'lgandan keyin aqida gumon ostida qoladi. Natijada ishning aslini bilmaydigan va iymonga dushman bo'lgan hamoqatlar uchun aqidaga hujum qiladigan tepulg'isiz fursat yaratiladi. Mana bu
iman doirasida bo'lmagan narsani iman doirasi ichida ko'rsatishning eng cho'ng ziyonlaridan birisi. Kalamning aqidaga aylanish jarayonida o'tirib chiqqan masalalarning yana birisi her türlü tarafbazlıkni ulg'aytib, ümmetni parçalaydigan amillarning cho'nqur yiltiz tartishiga vesile buluşudur. Dastlabki mezgillarda Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve ateist, yani mulhid ve bularning ta'siri bilan musulmonlar ichida bir surishga başlagan zindiq, bid'at ve tebliğe karşı İslam itiqadini muhafazat qilishni maqsad qilgan kalamchilar qisqa muddat ichida bu g'oyadan yiroqlashib, kalam ilmini o'z ichiga qaratilgan qurol sifatida bir-biriga qarshi ishlatishga boshlagan edi. Ba'zi kalamchilar kitoblarida islomning buzg'unchilikqa uchramagan ilohiy aqidasi asosida Yahudi va Hristiyan aqidasini tanqid qilishga hech qanday tirishchilik ko'rsatmagan bo'lib, ularning İslam ümmetini şekillendirgen firqalar ve mezheplerge insaf ve adalet dairesinin halkıp hücum kılışı yukarıdaki karşımızdan en yargın ifadesidir. Kadirli kırındaşlar, şunda kılıp tedbiriyay isim dersleri iman insanın bəxti diyen bunu bəxt saat diyen bunu kitaptın birlikte ügengen 4. dersimizde bir qatar meselelerini ügenip öttük. İnşallah kiler saatlik 5. dersimizde imanını kalamga merkezleştirip koyuş, akide ve bunu ügenip olduk. 5. dersimizde inşallah akide ve akidik aylanan rivayetler, onun için iman ve seltenet, fıkhinin akidiga aylandırılışı, akidede ölçem nime, iman ve tasavvuf degan mezmunlar andikin xulasa, şu babning xulası qilindikin qadrli qarindoshlar. İnşallah shunda qilib bizningki birinci bab şu 5 ders bilen birlikte tugaydiken, yani imanның tarihi. İnşallah belki toplam emisi bulab 15 derste tügütüşümüz mümkün. Yine 11 dersimiz kep kaldı. İnşallah eğer dersten bu kitabın PDF'ini okuyayım desenler Facebook'tan Tor kitap dep yazsanlar Uygurca yak olmasa Latince işteki bir sayfa içip koyaqlıq, aşağıya azabılab kirsenler iyadın haqsız düşürüp üzerine okuyaqlaşlar qadirli qarindoshlar. Eğer men MP3'ga aylandırıp yakımız YouTube'dan bunu men tinchsam butdi degan qarindoshlarga birazdan keyin biz YouTube kanalımızga yüklep koyumuz, aşağıdan düşürüp tinchib alsanglar buludu. Başkalar bilan paylaşıp koysanglar texmi hoş bulumuz. Çünkü maqsadimiz iman insaniyetning baxt, saadet işkerlikini teşvik qilish qadirli qarindoshlar. Başka bir maqsadimiz yok. Allah'ның özüge amanet bulanlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdülaziz Beştoğrak qarindoshlar İstanbul Zeytinburnu'ndaki üyden sizlerge bu dersini paylaştı. Allah'a amanet bulunlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi